26-may sanasida ushbu muborak Arafa kunlarida Allohimga banda bo'lgan, shukrona kunlarini qarshi olayotgan qalbi toza, kamtargina insonim. Xayrli yoshingiz, shodiyona kuningiz muborak bo'lsin. Niyatlaringizni Allohim ijobat aylab, ibodatlaringizga go'zallikni, rizqingizga barokatni, xonadoningizga tinchlikni, ruhingizga xotirjamlikni Allohim nasib va ro'z aylasin. Tangrim ko'rguvchi va ijobat aylaguvchidir. So'raganingizni ziyodasi bilan Allohim yetkazsin. Qadrli insonim, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Tug'ilgan kuningiz va kelayotgan hayit ayyomlaringiz muborak bo'lsin.